Assalomu alaykum do'stlar. Va nihoyat 3 kunlik mehnat, 4 ta high-tech fason skameykamiz bitdi. E'tibor berishlari mumkin. Juda zo'r, juda chiroyli, sariq rangli kraskalar, laklar sepildi taxtalariga. Temirlar 6 ga 4 profil, qora rang sepildi. Ishlatilgan materiallar o'ta zo'r, moshni zo'r bo'lgan. Yonib turishini qaranglar, yonib. Hozir bitdi. Issiq tandirdan chiqdi deydimi? Yomon bo'lyapti. Xullas uyida skameykasi bor odam ham ko'rsa bitta uyga olib qo'yish kerak narsa ekan-da deydi. O'ta zo'r narsa bo'ldi, juda zo'r. Do'stlar, razmerlariga kelsak 45 ga 170 razmerda. Suyanadigan qismi bukilgan. E'tibor berishlaring mumkin. O'ta zo'r. Bu yog'iga 5 ta, tevasiga 3 ta taxta qo'yilgan. Sasna quruq, hech qanaqa yorilmaydi, lakda ham bo'lmaydi. Shunday yaltiragan holda turadi. Ancha sizga xizmatingizni qiladigan. Ko'rib mazza qiladigan bo'lyapti o'zi, do'stlar, e'tibor beringlar. Ish qilib, mehnat qilib, charchasangiz emas, bitta bitganda mazza qilasiz, xursand bo'lasiz. Ayniqsa bunaqa sifatli ish chiqsa, o'ta mazza qilib, xursand bo'ladigan ish bo'ladi. Qator bo'lib turishini qaranglar. 6 taga zagatopka bo'lgan, 4 tasi bitdi. Yeslicho 2 ta bor do'stlar mashinada. 2 kun 3 kunda tayyorlab beramiz. Zagatopkasi bor, yig'ib berish kerak. Narxi 850 ming so'm. Ana yaqinda materiallarni ko'rsataylik. Hozir fokus. Ana. Manzil Farg'ona viloyati Quva tumani. Dastavkalar kelishilgan holda do'stlar. Sizlar bilan Quvali bola Abdurahmon. Kanalga obuna bo'lib qo'yish va like bosish, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirish esdan chiqmasin do'stlar. Sog' salomat bo'linglar. Kunlaring xayrli, barokatli bo'lsin.